Assalomu alaykum bu tug'anlar, qirg'iz elim. Bugungi bir mana bugun tepkichimiz tayyor bo'libdi. Mana ustalarni tanishtirib qo'ysam. Xo'sh, mana O'zbekistondan Namangandan kelgan bir ustamiz. Mana O'shda. Nesiz haqida bir qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Lisensamız Portugaliyadagi Vintovo lisensa. Xo'sh. Balandligi 3 metr. Yana 120 ga aylangan. Rasti. Eng kichkina spenkamiz 120, kengligi u yog'i 2 metr bo'lgan. Balandligi 15 sm ga yana 30 sm bo'lgan. Bemalol ko'rib baho beraverasizlar. Shunda hozir misodasi 15 ga 30 dan bo'lib chiqqanmi tepkich bosadiganlar? Bosib. Chiroyli chiqib turibdi. So'lin sapati bo'lib. Ostiga ham gul qilib beribsizlar. Lola qilib berishibdi. Ham bir chiroyli chiqdi. Xizmatlarimiz butun Qirg'iziston bo'ylab. Jet oblast bo'yicha-da shunda. Xizmatlarimiz. Kimga nomerlarimiz? Yaxshi. Yana bir sapat uchun chiroyli chiqdi, krasiv bo'lib. Kimga shunday so'nin sapati lisensalar kerak bo'lsa, pastda описание nomerlarimizni qoldiramiz. Azamat degan ustamiz chiroyli qilib beradi. Yana zo'r gap yo'q.